yuqori motivatsiyani saqlash. Motivatsiya haqida bugungi kunda misol uchun juda ko'p kontent bor, juda ko'p gapiriladi, lekin motivatsiyani saqlash ham insonni o'ziga bog'liq. Biz o'zimizni motivatsiyamizni nima ko'taradi, nima oshiradi, haqiqatdan bizni aytaylik ruhlantiradigan narsalar nima, triggerlar nima, sababchilar nima, yoki motivatsiyani tushiradigan o'sha triggerlar, sababchilar nima, shu narsani farqlab olishimiz kerak. Shundagina biz o'zimizni motivatsiyamizni boshqarib boshlaymiz va biz motivatsiyani tushib ketayotgan vaziyatda topamiz-da o'sha biz uchun kerakli motivatsiya manbaini va undan bir foydalanib o'zimizni motivatsiyamizni oshirishimiz mumkin. Aytaylik, hozir aynan motivatsiyani yuqori holatda saqlash bo'yicha konkret tavsiya berib bo'lmaydi, chunki hammada haqiqatdan motivatsiyani oshiradigan holatlar, vaziyatlar unikal. Kimdirga aytaylik, o'zini yaqin insoni, ota-onasi beradigan dalda, beradigan fikr, gapiradigan gaplar motivatsiya bo'lishi mumkin. Kimdir uchun o'zidagi qandaydir sitata bo'lishi mumkin, qayerdandir o'qigan, kimdir unga aytgan bo'lishi mumkin. Kimdir uchun motivatsiya aytaylik moddiy rag'bat bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holatda sizni motivatsiyangizni o'zi nima ko'taradi? Nima motivatsiyangizni bundoq saqlab turishga yordam beradigan narsalar nimalar? Shularni o'zingizga bundoq ro'yxatini tuzib olishingiz kerakki, motivatsiya yetishmayotgan paytda motivatsiyani boshqarish, ko'tarish uchun ulardan siz maksimal foydalanishingiz kerak. Masalan, ikkinchi tomoni bor, motivatsiyani nimalar tushiradi? Bu savolga ham javob toping va ulardan ogoh bo'ling. Chunki aynan motivatsiyangizni iloji bo'lsa o'sha motivatsiyangizni tushiruvchi omillardan, faktorlardan qochish kerak. Chunki motivatsiya pasayishi sizni natijangizga, joriy holatingizga ham salbiy ta'sir qilib qo'yishi mumkin.